Xotirjam qattiq xiyolga cho'kib ketdi. Opla, muhabbet kallamni qaydirib etdim unimi. Bu qiz oladiganli qizga, lekin qolgan qushqashlarimni qanday qilishim kerak? Qanday qilganda uydimi sherin, taladimi sherin bo'la olayman? Ha, esimga keldi. Men cho'qim xotirjamning kundalik xotirasi mush yerga kelganda oxirlashib qolgan edi. Razvichik palonchining qattiq g'azabi keldi. Eng muhim yerga kelganda bu oxirini yozmaganini qara. Hikoyani bundaq yerda uzib qo'ysa qanday bo'ladi? O'g'ina, o'g'ina. Dara, qanday qilish kerak? Qanday qilganda taladimi yoshirin qushqash baqqani bo'ldi? Xotirjamni tutqani kelganini unutib qolgan bu kitob bolasi hikoyaning oxirini o'qish uchun uyini izlab titib o'tadi. Hamda kundalik xotiraning ikkinchi qismini bayqaydi. Ha, mana topdim. Talada sherin beqish uchun boshda dil bo'chog'ida cho'ngdem bo'p bo'lgan xotirjam chachirab uyg'onadi. Hamda yoshirin qushqash beqishning chorasini yandan boyanning finsillarining anglab qolmasligi uchun uning og'zini tuvoqlamoqchi bo'ladi. Men bilib qoldim. Demaysa Men bilib qoldim. Demaysa dedim. To'xta. Muhabbirimning og'zini tuvoqlab etmasam, ishni chataq qildim bu. Xotirjam ochchig'ida qo'ltig'ini egiz ko'tarib, uningga puroq bilan hujum qilmoqchi bo'ladi. Dal bu paytda xotirjamning qo'ni tonishlari uyga kelib qoladi. Bir muncha quruq gap qilish orqali keyin uning 5 minut vaqtini appagandan keyin ular asta ketib qoladi. Xotirjam yip uchiga tayinib o'zining o'ch olmoqchi bo'lgan dushmani Gajinini tibbiy maktabning faoliyatiga izlab boradi. Hamda o'ng'ush holda Gajinining rasmini ko'z oldida paqirtib qo'yib tatib oladi. Hamda Gajinini ayrim chaqirish uchun telefon qiladi. La. Mashina yetkazsang optika xapolmay. Ma'qul, hozir chiqaman. Gajinining qo'l ostidagi odami mashina to'xtash maydoniga kelib, u yerda allaqachon saqlab turayotgan hamda o'zini hayvat ko'rsatish uchun soyning orasiga kirib olgan xotirjamni ko'rib qoladi. Hamda uningga bo'lgan hurmatini bildirish uchun oldiga quchoqlashgani boradi. Xotirjam bo'lsa, Hindiston chambashchilarining ko'na an'anasini joriy qildirib, ikki mush bilan tugaydigan ishni xalqning yoqasidan tutib olib, u tamga bu tamga yo'lab, yaqinda yasishtirib, jiroqga tortishib, uni joylab o'tadi. Urdiganni urib olib, esini yo'qotib qo'ygan xotirjam hammani unutib qolgani bilan odam jiqyasi qitishni hargiz unutib qolmaydi. Naq maydonga yetib kelgan Gajini yerda yotgan sho'rkisini ko'rib, qattiq azoblanib ketadi. Hey, gap qila. Tez dara. Mashinani nega o'tkazatding? Sal turib qanday qaytma? Bundaq o'ylab ketsang bo'lmaydi. Aka, o seni qo'ng'altaq tavatidi. Yog'onga qilma. Men paypoq yedim bugun. Qo'squn bisib olding. Gajini bir obdan qutqazgani bo'ladigan bu yigitning qochdig'i urib, ajaldan burun bardigan yerga opirib o'tadi. O'zini birisining qasdlamoqchi bo'layotganligini his qilgan Gajini qo'l ostidagilarga buyruq tushirib, mushi 2 yil mobaynida o'ziga oliyibla qarab qo'ygan birasi bo'lsa, uni darhol Bahubalining yeniga yo'liq sep qo'yishni buyurdi. Yana bir tarafda bo'lsa, oliy ma'rif tarbiyasi ko'rgan, axloq fazilatlik, yuqur sapoga ega Sonata xalqning uyiga so'ramay kirib ketib boradi. Uyning ichidagi materiallardan xotirjamning Gajiniga qasd qilish planining borligini bayqagan Sonata, "Voy apla" deyishi bilan tang tomning ichidan kitob o'qiyman deb yetkuchi japa tatib olgan kitob bolasi palonchi paloqqina qilib oldiga tushidi. Keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat tezliq. Bala, davomida ko'ramiz, yaqinmamsan. Qani u salonning nomi? Nega qo'yding? Ya davramdim, Tuvşanrımga qaramamsa, Boshpatda dedim-ku, Boshpat. 抖音。